Bugun yangi O'zbekiston nafaqat iqtisodiy va siyosiy islohotlar, balki ma'rifat va madaniyatlar mulohoti orqali ham jahon hamjamiyati e'tiborini tortmoqda. Ayniqsa yurtimizda barpo etilayotgan yirik ma'naviy ma'rifiy maskanlar xalqimizning boy tarixi, buyuk allomalar merosi va islom madaniyatining insonparvar g'oyalarini dunyoga keng namoyon etmoqda. Ana shunday betakror majmualardan biri Islom sivilizatsiyasi markazi bugun xalqaro mehmonlar, nufuzli delegatsiyalar va ilm ahlini o'ziga jalb etayotgan muhim ma'rifat maydoniga aylandi. Navbatdagi tashrif esa Avstriyaning Yevropa va xalqaro ishlar hamda ichki ishlar vazirlari boshchiligidagi delegatsiya ishtiroki bilan o'tdi. Islom sivilizatsiyasi markazi prezidentimiz tashabbusi bilan bunyod etilgan ushbu mahobatli majmua asrlar davomida shakllangan ilm, tafakkur va ma'naviyat merosini zamonaviy tilda so'zlaydigan noyob maskanga aylandi. Bugun markaz nafaqat yurtimiz, balki jahon hamjamiyatining ham diqqat e'tibor markazida. Shu paytga qadar bu yerga dunyoning turli mamlakatlaridan taniqli olimlar, nufuzli delegatsiyalar, oliy martabali mehmonlar tashrif buyurib, markazning boy tarixi, ilmiy ahamiyati va me'moriy mahobatiga yuksak baho berib kelmoqda. Majmuaning galdagi mehmonlari esa Avstriyaning Yevropa va xalqaro ishlar hamda ichki ishlar vazirlari boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bo'ldi. Bu tashrif bizda nihoyatda chuqur va unutilmas taassurot qoldirdi. Bu yerda ko'rganlarimiz, his qilgan muhitimiz va yaratilgan ulkan bunyodkorlik ishlari qalbimizni chin ma'noda hayratga soldi. Ishonchim komil, bu maskan hali uzoq yillar davomida dunyoning turli nuqtalaridan kelgan insonlarni o'ziga maftun etadi. Bizga ko'rsatilgan samimiy mehmondo'stlik, iliq kutib olish va yuksak e'tibor uchun sizlarga chin yurakdan katta rahmat aytamiz. Tashrif davomida mehmonlarga Islom sivilizatsiyasi markazining ilmiy ma'rifiy yo'nalishlari, muzey konsepsiyasi va unda jamlangan noyob manbalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Qayd etish kerak, markaz milliy me'moriy an'analar va zamonaviy yechimlar uyg'unligida barpo etilgan. E'tiborlisi, Islom sivilizatsiyasi markazi dunyodagi eng yirik Islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Ginnesning rekordlar kitobi e'tirofiga sazovor bo'lgan. Bu xalqaro e'tirof markazning nafaqat me'moriy ko'lami, balki uning ilmiy ma'rifiy salohiyati va global ahamiyati yuksak baholanayotganidan dalolat beradi. Ushbu betakror va muhtasham majmuani ko'rish imkoniga ega bo'lganimiz biz uchun ulkan sharaf va yuksak faxrdir. Ochig'i, men umrim davomida bunday salobatli, bunyodkorlik qudrati va ma'naviy teranlikni o'zida mujassam etgan maskanni hali hech qachon ko'rmaganman. Islom sivilizatsiyasi markazining bunyod etilishida Avstriyaning ham o'z hissasi mavjud ekanligidan nihoyatda faxrlanamiz. Bu loyiha nafaqat me'moriy jihatdan, balki xalqlar va madaniyatlarni yaqinlashtiruvchi yuksak ma'naviy ko'prik sifatida ham beqiyos ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan sizlarni ana shunday ulkan loyiha bilan chin qalbimdan tabriklayman. Majmua chindan ham hayrat uyg'otadi. Uning ko'lami, nafisligi va mazmuni har qanday insonni lol qoldiradi. Islom sivilizatsiyasi markazining Guinness World Records e'tirofiga sazovor bo'lgani haqidagi xabarni eshitib esa nihoyatda mamnun bo'ldim. Ishonchim komilki, ushbu majmua bunday yuksak e'tirofga to'la-to'kis loyiq. Bugungi tashrif Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat yurtimizning boy tarixi va ma'naviy merosini namoyon etuvchi maskan, balki O'zbekistonning xalqaro madaniy muloqotdagi yangi qiyofasini ko'rsatadigan muhim maydonga aylanganini yana bir bor tasdiqladi. Avstriya delegatsiyasining markaz bilan tanishuvi ikki davlat munosabatlarida siyosiy va iqtisodiy hamkorlik bilan bir qatorda madaniyat va o'zaro anglashuv omillari ham alohida o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Zero ushbu markaz O'zbekistonning o'z tarixiga, buyuk allomalari merosiga va ma'rifat tamoyillariga